Mazda 6i to'liq elektr fastback sedan bo'lib, brendning afsonaviy haydovchiga yo'naltirilgan falsafasini elektr davriga olib kirdi. Yangi Mazda 6i Mazdaning mashhur Kodo Soul Motion Design falsafasi asosida chizilgan bo'lib, harakat ruhi degan ma'noni anglatadi. Avtomobil nafis va dinamik siluetga ega bo'lib, silliq chiziqlar va ishonchli ko'rinishi bilan ajralib turadi. Old qismiga keng radiator panjarasi, ingichka LED yorug'lik chizig'i va tor faralar avtomobilga zamonaviy va agressiv ko'rinish beradi. Past joylashgan kapot esa sport uslubini yanada kuchaytiradi. Yon tomondan qaraganda kuchli kuzov chiziqlari va shakllangan yuzalar mashinaga premium va zamonaviy ko'rinish beradi. 19 dyumli g'ildiraklar arkalar ichini yaxshi to'ldirib, avtomobilning yo'lga mahkam yopishib turgandek ko'rinishni beradi. Orqa qismida esa tom chizig'i nozik ducktail spoilerga o'tadi. To'liq kenglikdagi LED chiroqli paneli esa zamonaviy dizaynni yakunlaydi. Qiziqarli jihati Mazda 6i maxsus Yevropa bozori uchun ishlab chiqilgan. Frankfurt shahridagi Mazda muhandislari uni Yevropa va Buyuk Britaniya yo'llariga moslab takomillashtirishgan. Model Mazda va Xitoyning Chang'an kompaniyasi hamkorligida Yevropa bozori uchun Xitoyda ishlab chiqariladi. Platforma aslida benzin dvigatelga moslab chiqilgan bo'lsa ham, Yevropada bu model faqat elektr avtomobil sifatida taqdim etiladi. Mazda 6i ikkita elektr versiyada taklif etiladi. Standart versiya 68.8 kWh batareya va 190 kW quvvatli orqa elektr motor bilan jihozlangan. U 0 dan 100 km/s tezlikka 7.6 soniyada chiqadi. Maksimal tezligi esa 175 km/s. Tezkor zaryadlash orqali batareyani 10 dan 80% gacha atigi 24 daqiqada to'ldirish mumkin. 15 daqiqalik zaryad esa 235 km gacha yurish masofasini ta'minlaydi. Long range versiyasi esa 80 kWh batareyaga ega bo'lib, 552 km gacha yurish imkonini beradi. 0 dan 100 km/s tezlikka chiqishi esa 708 soniyani tashkil etadi. 80% gacha zaryadlash esa 50 daqiqadan kam vaqt oladi. Har ikkala versiya 11 kW o'zgaruvchan tokda zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi va 1,5 kg gacha yuk tortish imkoniyatiga ega. Mazda 6i o'rta o'lchamli elektr sedanlar segmentida Tesla Model 3 ga to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi sifatida taqdim etilmoqda. Avtomobil orqa g'ildirakdan tortish tizimi, 560 km gacha yurish masofasi, zamonaviy interyer va 14.6 dyumli katta markaziy displey kabi premium texnologiyalarni taklif qiladi. Dizayn, dinamika va amaliylik o'rtasida muvozanat izlayotganlar uchun Mazda 6i 2026-yilning eng muhim elektromobillaridan biriga aylanishi mumkin. Zeekr 8X katta va hashamatli plug-in gibrid SUV bo'lib, Zeekr brendining model qatorida to'liq elektr 7X va flagman gibrid 7X o'rtasida joylashgan. Ko'rinib turibdiki, bu bozordagi eng texnologik va eng kuchli gibrid yo'l tanlamalaridan biri bo'lishi mumkin. 8X haqiqiy to'liq o'lchamli SUV. Uning uzunligi 5,1 metr, eni 2 metr, balandligi 1,8 metr, g'ildiraklar bazasi 3,1 metr. Bunday o'lchamlar juda keng salon va yo'lovchilar uchun yuqori darajadagi qulaylikni ta'minlaydi. Avtomobil 5 yoki 6 o'rinli variantlarda taklif qilinadi va quyidagi modellarga raqobatchi sifatida ko'rilmoqda. Range Rover Sport, BMW X5, Mercedes-Benz GLE. Shu bilan birga narxi yevropalik raqobatchilarga nisbatan arzonroq bo'lishi kutilmoqda. Zeekr 8X tashqi ko'rinishi premium va zamonaviy uslubda ishlab chiqarilgan. Old qismida Zeekrning katta modellariga o'xshash sharshara uslubidagi katta radiator panjarasi mavjud. Shuningdek, avtomobil o'ziga xos LED chiroqlar, premium uslubdagi kuzov dizayni, qora rangli sport elementlari mavjud variantlar, qo'shimcha spoiler va agressiv dizayn elementlari bilan jihozlangan. Umuman olganda dizayn hashamat va sport uslubining uyg'unligini ko'rsatadi. Zeekr 8X 2 litrli turbinali benzin dvigatelli 275 ot kuchi, zamonaviy plug-in gibrid tizimi, konfiguratsiyaga qarab 2 yoki 3 ta elektromotor bilan jihozlangan. Eng yuqori versiyada umumiy quvvat taxminan 1380 ot kuchiga yetadi. Ha, bu giperkarlarga teng darajadagi quvvat, lekin katta oilaviy SUVda. Bunday avtomobildan juda tezlanish va yuqori dinamika kutilmoqda. 8X plug-in gibrid uchun juda katta batareyalar bilan taklif qilinadi. 55 kWh va 70 kWh. Bu esa quyidagi imkoniyatlarni beradi. Faqat elektr rejimda 256 dan 328 km gacha masofa. Benzin bilan birga umumiy yurish zaxirasi 1050 km dan ortiq. Model 900 voltli elektr arxitekturadan foydalanadi. Bu odatda eng qimmat elektromobillarda uchraydigan texnologiya. U 500 kW gacha ultra tez zaryadlash, vehicle to load funksiyasi, boshqa avtomobillarni zaryadlash imkoniyatini qo'llab-quvvatlaydi. Bu gibrid avtomobillar uchun mutlaqo yangi qulaylik darajasini taqdim etadi.
Ichki qismi maksimal texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lishi kutilmoqda. Ular orasida kuchli 2 chipli multimedia tizimi, bir nechta ekranlar, premium audio tizimi, lidar va ilg'or haydovchi yordamchi tizimlari, hisoblanadigan pnevmatik osma tizimi, aqlli shassi boshqaruv texnologiyalari shular jumlasidan. Asosiy e'tibor qulaylik, texnologiya va yarim avtonom boshqaruvga qaratilgan. Zikr 8X juda katta quvvat, gibridlar uchun rekord darajadagi yurish masofasi, zamonaviy texnologiyalar, keng va qulay salon, yevropalik raqobatchilarga nisbatan arzonroq narxni e'tiborga olib, premium segmentda juda jiddiy raqobatchi bo'lishi mumkin. Agar ishlab chiqaruvchi aytgan xususiyatlar tasdiqlansa, bu yaqin yillardagi eng qiziqarli premium SUVlardan biri bo'lishi kutilmoqda.